Manchester Cityga ko'chib o'tgan Abduqodir Husanov faqat O'zbekiston emas, balki boshqa mamlakatlardagi futbol ishqibozlarining ham diqqat markazida turibdi. Abduqodir Husanov o'tgan hafta butun dunyo internet tarmog'ida eng ko'p muhokama qilingan futbolchi bo'ldi va bu borada Messi va Ronaldoni ham ortda qoldirdi. 20 yoshli himoyachimiz Angliyaning amaldagi chempioni safiga qo'shilganidan atiga 5 kun o'tib, dunyodagi eng murakkab musobaqalardan biri Angliya Premier Ligasida debyut o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Garchi u Manchester City safiga qo'shilib ilk uchrashuvini Chelsiga qarshi o'tkazgan va o'yin boshida bir necha bor xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, bu holat mutaxassislar, murabbiylar va futbolchilar tomonidan tabiiy deb baholandi. Abduqodirni bosh murabbiy Josep Guardiola, jamoaning yulduzlari Haaland, Akanji va Gvardiol hamda ko'plab futbol mutaxassislari qo'llab-quvvatladi. Hatto boshqa davlatlarning futbol jamoatchiligi ham uning ishtirokiga qiziqish bildirdi. 2 fevral kuni Gvardiola Arsenal bilan o'yin oldidan ham Abduqodir Husanov haqida fikr bildirdi. Qanchadan qancha top himoyachilar Husanovdek xatoga yo'l qo'yadi. Men Chelsiga qarshi uchrashuvdagi xato uchun Husanovni ayblamoqchi emasman. Men uni na jamoadoshlari oldida, na shaxsan tanqid qildim. U atiga bir marta mashg'ulot o'tkazib, Chelsiga qarshi o'ynadi. Yangi jamoada, boshqa tilda gaplashadigan mamlakatda. Bunday sharoitda men ham APLda debyut qilsam, menga yordam berishlarini istardim. Hozirda Husanov bilan barchasi joyida. U mashg'ulotlarda ajoyib tarzda ishladi. U bor e'tiborini ishga qaratgan. Ammo Husanov zaxiradan maydonga tushirilmagan o'yinda jamoa Arsenalga 1-5 hisobida katta farq bilan mag'lubiyatga uchradi. Futbol ishqibozlari tomonidan qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan o'yin haqida Xayrulla Hamidov ham mana bunday fikr bildirdi. Biz asosiy tarkibda Abduqodir Husanov kutgandik. O'ynamagani xursandchiligimiz bor. Ba'zan shunaqa ham bo'lar ekan. O'ynagani xursand qilar ekan, o'ynamagani ham xursand qilar ekan, chunki bu xaosda, bu mandarajda menimcha Abduqodir u ham shu jamoani ichiga kirib ketishi mumkin edi. Bu masalada Pep Guardiola Husanovni qutqardi.